Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah. Abduvali Sayed. Korrektor Abduvali Sayed. Bat va muqovil loyihalaguvchi A. Aqxon. 5. Real aqida. Islom aqidasi real aqidadir. Real deyishimizdagi sabab shuki, islom aqidasi o'z ichiga olgan masalalarda afsonaviylik, xurofotlik mavjud emas. U aqli va naqli faktlar orqali isbotlangan. Koinot va uningdagi jimi mavjudotlar rostligiga doir iz alomatlarni ko'rsatib, mukammal qudratiga tasdiq solgan yakka yagona Allohga aqida qilishga, uning tarafidan haq va to'g'ri yo'lni elib kelgan elchilarga iymon keltirishga chaqirdi. U yana insonning qilgan yaxshilik va yomonliklarining beso'roq qolmaydiganligini, qilingan har bir ishining, berilgan har bir ne'matning so'roqi va hisobi bo'ldiganligini eslatib, dunyo hayotining sinoq dunyosi ekanligini, natijasining ikkinchi olamda e'lon qilinadiganligini unutildirmaydi. Islom aqidasi bu nuqtadan oxirat hayotidan iborat insonning aqli va sog'lom tabiati inkor qilolmaydigan, shundaqla mumkin emasligini isbotlashga amalsiz qoladigan, amalsiz bir haqiqatni vahiy orqali isbotlaydi. Mana bu insonning mangulik hayotga ega bo'lganligining kuchli bishoratidir. Oxirat hayotiga munosabatli aqidalar insonning o'lish bilanla hamma tugaydiganda xiyol qilib yashaydigan ma'nisiz hayotini oxiratda Allohning rahmati va jannatiga erishishni o'ylaydigan ma'nilik hayotga o'zgartirdi va o'zgartish imkoniyatining uning o'z qo'lida ekanligidan ta'lim beradi. Buning bilan insonning hayotiga umid ustiga umid, ishonch ustiga ishonch, ma'ni ustiga ma'ni qatadi. Yaratquchi bilan orasidagi aloqalarda yoki insonlar bilan bo'lgan munosabatlarda haddidan oshquchilarning yomon oqibatga qoladiganligini ogohlantiradi. Bu orqali uning bu dunyolikda qilib olganim, etib olganim qoladi deydigan shaytoniy vasvasaga aldanmay, hayotini yaxshilik, go'zallik va umid g'oyalari bilan bezishi kerakligidan ta'lim beradi. Shundaqla saodatli hayotni o'z tirishchanligi va amgiki orqali qo'lga keltirishga rag'batlantiradi. Mana bu islom aqidasining real aqida bo'lishidagi sabablardan biri. 6. Aktivlashtiruvchi aqida. Islom aqidasiga nazar tashlaganimizda, uning inson aqli va tabiati ko'taradigan, aqlmi qanoat hosil qiladigan, ko'ngilmi rozimanlik tuyg'usida ma'qullik bildiradigan haqiqatlarga to'lganligini ko'ramiz. Bu aqidada xurafiy tushunchalar, nuqul falsafaviy ideyalar mavjud emas. U olib kelgan ma'rifat va haqiqatlar insonning ichki dunyosiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. İnsan bu orqali o'zining dunyoga kelishining sababsiz bo'lmasdan, balki doim yaxshilik va haqiqat yo'lida kurash qilish, Allohga qulchilik qilish va barliqini uninga atashga tayyor turish uchun ekanligini, shundaqla haqiqiy bandalik burchini ado qilishning zarurligini bilib yetadi. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun ruku qilinglar, sajda qilinglar. Ya'ni tazarru bilan namoz o'qinglar. Yolg'iz Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni, ya'ni xish aqrabolarga sil-rahim qilish, yetim yesirlarning beshini silash, kechasi tahajjud namozi o'tash qatorliq ishlarni qilinglar. Allohning yo'lida pul bilanlar bilan, joninglar bilan taqatinglarning yetishicha jihad qilinglar. Allah sizlarni tanladi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu atanglar Ibrohimning dinidir. Bu to'g'ridan bo'lganlik uchun uni mahkam uchlanglar. Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgirki kitoblarda musulmon deb atadi. Qur'ondami shundoq atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor. Haj surasi 77 va 78 oyatlar. Islom aqidasining aktivlashtiruvchi bo'lishidagi sabab bu aqida insonning qalbiga o'rnashdan sirt Parvardigori bilan bo'lgan munosabatda, shundaqla uning o'zi va atrofidagi insonlar bilan bo'lgan aloqalarda o'zgacha bir qurilma shakllanadi. Bu shundoq qurilmaki, aqida egasi Rabbiga hammaga qodir, hammani bilguchi, hammani idora qilguvchi zot sifatida muomala qiladi. Har bir ishda uning roziligi va rahmatini ko'zlaydi. Uningga sig'inadi. Uningdan o'zga har qanday biriga bo'yin egish, itoat qilishni haqorat deb biladi. Uningga itoat qilish buyurilgan taraflarda bo'lsa, faqat Rabbining itoat qilish buyrug'i bo'lgani uchun itoat qiladi. Bu jihatda Alloh yo'lida Allohdan boshqaga itoat qilishni mohiyatda Allohning o'ziga itoat qilganlik deb biladi. Uningga qulchilik qilishni dunyodagi haqiqiy erkinlik va ozodlikka yetishning ochquchi deb biladi.
o'zining aqli, fikri, еңі, yurish turishi va har bir ish harakatida uningdan o'zga har qanday bir maxluq yoki bir kuchning kontrolligiga tushib qolishdan, qo'li yoki asirga aylanib qolishdan jismini, aqlini, qalbini va ruhini yiroq tutadi. Bu vaqtda u o'zini shunchalik hur his qiladiki, uningdagi bu xil hurlik tuyg'usiga hech narsa tanglasholmaydi va ara turolmaydi. Hammani o'z ixtiyorligi va erkin irodasi bilan qilish kerakligini amaliyotida ko'rsatadi. Allohdan boshqa hech narsa uni bo'yin egdirolmaydi. U faqat Allohga itoat qiladi. Allohga haqiqiy muhabbatini taqdim etadi. Allohning so'ygusiga erishish uchun tirishchanlik ko'rsatadi. Uning roziligiga erishishni hayotidagi eng chong nishoni qiladi. Uningdan ayminadi, uningdan qo'rqadi, yana uningga umid bog'laydi. Uni so'ydi. Shunga islom aqidasining xosliqlaridan biri uning insonni har doim Parvardigori bilan bog'lab turadigan, aktivlashtiruvchi hamda harakatlantiruvchi ijobiy aqida bo'lganligidir. Qalbiga islom aqidasi cho'nqur o'rnagan inson Parvardigori bilan bo'lgan muomalada yuqorqidek muvozanat qurib chiqish bilan birga Parvardigorining qudrat san'ati bo'lmish o'zgabi insonlar bilan shundaqla tabiat bilan bo'lgan munosabatda alohida aktiv holatda turadi. Bu xil aqidaga ega inson Allohni so'yganiga o'xshash, u yaratgan mavjudotlarni uning uchun so'yidi. Allohni qanday so'ygan bo'lsa, uning tabiat va insondan iborat buyuk qudratining namoyandalarini u yaratganlik uchun so'yidi. O'zi bilan insonlar orasidagi munosabatga alohida ahamiyat berib, do'stlik, insoniy qarindoshlik, mehr-shafqat va hamkorlik asosida go'zal, inoq va ilg'or bir jamiyat kishilar bo'lish uchun tuhfa qo'shadi. Atrofidagi insonlarga mas'uliyat va astoydillik bilan muomala qiladi. Yaxshilik va haqqoniyat yo'lida bir-birini qo'llash, bir-biriga ega bo'lish, bir-biri bilan zulmga, adolatsizlikka qarshi hamdam bo'lishga chaqirishdek insonlik va dindorlik majburiyatini ado qilib turadi. Tinchlik, adolatni qancha so'ysa, zulm va nohaqchilikdan shuncha nafratlanadi va bu yo'lda kurash qilishdan qat'iy bosh tortmaydi. İslam aqidasi insonni ana shundoq o'zi bilan Rabbi orasida, o'zi bilan insonlar orasida har vaqt aktiv, yaramli inson holati turadigan qilib yetishtirdi. Dunyo va oxirat orasida muvozanatni saqlab, oxiratlikni avod qilish uchun amal qilishga qanchalik ahamiyat bergan bo'lsa, dunyolikni shuncha avod, shuncha taraqqiy qilgan holatda qurib chiqishga rag'batlantirdi. Bundaq iman kishini emgakka, mehnatga harakatlantirdi. Shundaqla foydali kashfiyat va manfaatli ixtirolarni barliqqa keltirishga undaydi. İslam tarixida qad ko'targan shalliq madaniyat barpochilari bo'lmish yaramliq musulmon ajdodlar o'zlarining ana shundoq aqidalik insonlar ekanligini isbotlab bergan bo'lib, islom hazoratidagi buyuk va shalliq namunalar o'sha bu aqidaning g'oyat zo'r sehriy kuchini farqli shaklda namoyon qilgan edi. 7. O'ttirhol aqida. İslam aqidasi o'ttirhol aqida bo'lishdek xususiyati bilan boshqa har qanday din va ideologiyadan alohida farqlanib turadi. Mayli biz islom aqidasi javob bergan ilohiyat, payg'ambarlik, taqdir va oxiratga doir masalalarga, mayli uningdan boshqa g'aybga aloqador turli masalalarga qaramayli, uning oshqo'lliq yoki passivlikdan xoli aqida ekanligini ko'ramiz. İlohiyat meselelerini elib aytsak, islom aqidasi tabiat sirtidagi sezgular isbotlanmaydiganligi har qanday narsani inkor qilishga tayyor turgan xudosizlar, atizmchilar, dinsizlik tarafdorlari tabiat hodislariga, haykallarga, Qur'on toshlarga, hayvonotlarga, uchar qushlarga cho'qing'uvchilar va ulardan boshqa ko'p xudolik aqidachiligi doirasiga kiradigan botil aqidalarga ishonishni targ'ib qilguvchilar orasida o'tirhollikni saqlagandir. İslam aqidasi hayotlikning ma'lum bir qudrat egasiga tayanmayla barliqqa kelishini aqlga sig'diradigan, koinot va uningdagi aqlni hayron qoldiradigan tartib va intizomning bir ilohiy kuch tarafidan kelganligini e'tirof qilmaydigan, aksicha bularni tasadduqiylikqa yoki isbotlash mumkin bo'lmagan allaqanday farazlarga bog'lash orqali yaratquchining mavjudligini inkor qiladigan dinsizlikni rad qiladi. Shuningdek, bu aqida yana koinotni ko'plagan xudolarga taqsim qilib berish, yaratquchining haqliqligini e'tirof qilib turib, uning qudrat va ilmini ojiz sanab, atalmish uning ishiga aralashib, u qilib bo'lolmagan yoki yetishib bo'lolmaganni qilishib beradigan boshqa sherik ilohlarning borligiga aqida qilishi, shuningdek Xudoni inson, jin va hayvonot kabi ayoli va bolasi bor qilib ko'rsatishdek, xudolikning sha'niga qat'iy munosib kelmaydigan sherik aqidalarni keskin rad qiladi. İslam aqidasi yuqorqidek inkarchilik bilan mushriklik orasidagi barliq ideologiyalar orasida o'ttirhol maydonda saqlagan bo'lib, o'zining barliq aqidaviy ta'limotlarini yaratish va boshqarishda hech nimani o'ziga sherik qilmay turib, cheksiz qudrat, mukammal sifatlarga ega bo'lgan yakka yagona zotga aqida qilishdan iborat tavhid prinsiplari asosiga qurgandir. Aytqinki, men ibodat qiladigan, ham sizlarni uninga ibodat qilishga chaqirayotgan u Alloh yakka yagonadir. Alloh hech qanday maxluqqa muhtoj emas. Hamma maxluqot Allohga muhtojdir.
Maxluqotlarga xos sifatlardan pok. Alloh balaliq bo'lganmi emas, tug'ilganmi emas. Hech kim uningga tangdosh bo'la olmaydi. Ixlos surasi 1-oyatdan 4-oyatlargacha. İslam aqidasi dinsizlik bilan ko'p xudolik aqidachiligi orasida o'ttirhal bo'lganidek, yana Allohning ism-sifatlari masalasidami o'ttirhal mavqedadir. U Yahudilar va ularning ta'sirini olganlarga o'xshash Allohni insonga xos sifatlar bilan sifatlamaydi. Shundaqla qadimgi va hozirgi zamon falsafaviy iqimlarga o'xshash Allohning mukammallikni ifodalagan sifatlari bilan sifatlanganligini inkor qilmaydi. Aksicha, Allohning hech bir mavjudlikqa o'xshamaydiganligini ta'kidlash bilan birga, uning eng mukammal sifatlariga ega ekanligini muayyanlashtiradi. İslam aqidasi yana Allohga qarg'ularcha e'tiqod qilishni tashabbus qilg'uvchilar bilan hammani ko'z bilan ko'rib, aql bilan idrok qilish tashabbusidagi aqlning shay'iylarning mohiyatiga yetalaydigan birdan-bir vosita ekanligini da'vo qilguvchi oshqun aqliyatchilar orasidami o'ttir holdir. İslam aqidasi qarg'ularcha e'tiqod qilishni tanqidlash bilan birga aqlning bilish manbasi ekanligini muayyanlashtiradi va dalil isbotlar bilan tushunib bilgandan keyin ondan aqida qilishni tashabbus qiladi. Ammo shuning bilan bir vaqtda aqlni shay'iylarning mohiyatini tegi-taktidan bilalaydigan birdan-bir vosita deb e'tirof qilmaydi. Aksicha, aqldanmi hal qilgan, aql mohiyatini bilishga ojizlik qiladigan narsalarning borligini muayyanlashtiradi. Islom aqidasi bu jihatda qarg'ularcha cho'qinish bilan aqlni chekdan oshirib ulug'lovchilar va hammani garchi buning ichida moddiy qonuniyatga bo'ysunmaydigan narsalar bo'lsa-mu, cho'qim moddiy fakt bilan isbotlashni da'vo qilguvchilar orasida o'ttir holdir. G'ayibga ishonish masalasidami islom aqidasi saf vahiyni manba qilmagan asosda g'ayib ishlarni da'vo qilguvchilar g'ayibga pakitsiz holda anqirmayli ishonib, ruhoniylikda chekdan oshirib o'tadiganlar va insonning sezgulari bilishga ojiz keladigan har qanday g'ayib masalani inkor qiladigan materializmchilar orasida o'ttir holdir. İslam aqidasi bu jihatda garchi g'aybga iymon etishga chaqirsimi, ammo uning ishonchli naqliy xabarlar orqali isbotlangan va keskin faktlar asosida dalillangan bo'lishini asosiy shart qiladi. İslam aqidasi yana payg'ambarlik masalasidami o'ttir hol bo'lib, u bir qism dinlarga o'xshash payg'ambarlikni ilohlik maqomiga ko'tarib chekdan oshirmaydi yoki payg'ambarlarni eng nachar va eng chaqina odamlar sifatida ko'rsatib, ularning sha'nini bulg'amaydi. Yahudi va xristianlar muqaddas bilgan kitoblarda bu xil qilmishlar sodir bo'lgan. İslam aqidasida bo'lsa, payg'ambarlar Allohning insonlar orasida tanlagan sarxil bandalari, insoniyatning ulg'unlari, Allohning insonlar ichidagi eng ulug' bandalari va elchilari deb muayyanlashtirilgan. Ular o'zlari avatilgan har bir ummat uchun Allohning yetakchi rahbarlari sifatida insonlar bilan Allohning orasini tutashtirishda ko'rikli rol o'ynag'uvchilardir. Ular insonlarning ma'naviyatini poklovchi, ularga yaxshilik va saodat yo'lini ko'rsatib berguvchi hidoyat elchilardir. Alloh bu haqda mundoq deydi: Allah farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. İnsanlardanmi kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun elchilarni tanlaydi. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Haj surasi 75-oyat. Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Allohning elchisi albatta yaxshi ulgudir. Ahzab surasi 21-oyat. İslam aqidasi yana insonga tutgan pozitsiyasidami o'ttir holdir. Shunga insonni xudolashtiruvchilar, insonga ilohlik xususiyatlarini qo'shib ilohlashtirishga uring'uvchilar, insonning o'zini o'ziga iloh qilib tiklab, o'zini kelgusini xo'jisi qilib qo'yg'uvchilar bilan insonda mustaqil iroda bo'lishini cheklaydigan, insonga go'yo payning harakatlanishiga agishib siziladigan bo'yoqqa o'xshash majburiy harakat qilg'uvchidek muomala qilg'uvchilar orasida o'ttir holdir. İslam aqidasida inson erkin irodasi yo'q mashina odam kabi harakat qilmaydi yoki u biror ijtimoiylikning yoki ma'lum iqtisodning quli emas, balki u erkin iroda egasi, Allohning ixtiyor qilgan yo'lni tanlashga qodir bandasidir. İslam aqidasida inson mohiyati ba'zi bir iqim va maslaklardek ma'lum bir shayga yoki tarafga tava qilib qo'yilmaydi. U sotsializmchilar aytgandek iqtisodiy jonliq emas, marksizmchilar aytgandek ishlab chiqaruvchi yoki siyosiy jonliq emas, yoki u aflatonizmchilar aytgandek ijtimoiy jonliqmi emas, balki koinotda muayyan martabaga, mavqega ega, g'oyasi va nishoni bo'lgan alohida mavjudlik. Shundaqla Alloh tarafidan o'ziga topshirilgan omonatni muhofazat qilish uchun vazifalangan mas'uliyat egasidir. Shubhisizki biz omonatni, ya'ni farzlarni va shariat takliflarini osmonlarga, zaminga va tog'larga tangladik. Ular uni ustiga olmadi. Uning ig'irligidan qo'rqdi. Uni inson ustiga oldi. Inson haqiqatan o'ziga zulm qilg'uchidir, haqiqatan nadondir. Ahzab surasi 72-oyat. İslam aqidasida inson zaminning o'rinbosari va xo'jisi bo'lish bilan bir vaqtda Allohning bandasi va mulkidir. Uning barligi Allohga mansub.
Uning koinotda o'ziga xos roli va majburiyati bor. U qonuniyat asosida yashaydi. Shundaqla irodasi va xohishi asosida o'zini o'zgartirish orqali atrofini o'zgartira oladi. Bu nuqtadan inson islom aqidasida ilohiy mutlaq iroda bilan shaxsiy iroda orasida muvozanat va tangpullik qurish, o'tirhallikni saqlash tabiatiga sahibdir. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha, Allohmi ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ra'd surasi 11-oyat. Ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xalqan odam iymon etsin, xalqan odam kafir bo'lsin degan. Kahf surasi 29-oyat. Yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchragan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lahu mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhisizki Allohga osondir. Hadid surasi 22-oyat.